Nervlar chidamayapti va qo'lingiz o'z-o'zidan shokoladga tortyaptimi? Tanish holat, shundaymi? Ochig'ini aytganda, kayfiyatingizni ichakdagi bakteriyalar boshqaradi. Ichagimiz bu ikkinchi miyamiz. U yerda o'z nerv tizimi bor va u baxt gormoni serotoninning 90% ishlab chiqaradi. Ichak miyadan oladigan signalga qaraganda 9 baravar ko'p signal yuboradi. Stress paytida aynan bakteriyalar sizni shirin va yog'li ovqat xohlashga majbur qiladi, chunki bu ular uchun omon qolish uchun eng tezkor energiya. Qattiq charchagan kundan so'ng siz shirinlik yeb olasiz. Bakteriyalar xursand va yana so'raydi. Ertalab esa o'zingizni singandek his qilasiz. Ular bo'lsa yana yangi doza shakar talab qiladi. Bu haqiqiy yopiq aylana. Bu holatdan qanday chiqish mumkin? Shirinlikni fermentlangan mahsulotlarga almashtiring. Kefir, tuzlangan karam shirinlikka o'chlikni kamaytiradi. Kletchatka qo'shing. Ovsyanka, olma va zig'ir urug'larini yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Kechasi ovqatlanmang, ichakka dam bering. Aks holda ertalab charchoq bilan uyg'onasiz. Siz irodasiz emassiz. Shunchaki bakteriyalaringiz juda ayyor. Ularni qayta tarbiyalang va kayfiyatingizni a'lo qiling. Sog'lom mikroflora uchun ko'proq layfhaklar xohlaysizmi? Kommentariyada xohlayman deb yozib qoldiring.